Katta va hashamatli uy qidirib yurganlarning diqqatiga aynan siz uchun mana shunaqa zo'r bitta hovlini sotuvga tayyorlab qo'ydik. Hovlimiz uglovoy joyda joylashgan bo'lib, oldi va orqa hovlilardan mujassam topgan. Ko'rib turganingizdek, oldi tarafida zelyoniy zona uchun mo'ljallangan joy. Xonadonga kirib kelganimizda katta hol, zallarning kengligiga bitta baho berib, o'z laykingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Aynan shunaqa zo'r hovlilarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Aynan shu hovlimizni havas qilishga arzigulik darajada proyekti chizilganiga bitta e'tibor beramiz. Xonalari keng, katta va o'z o'rnida joylashganiga bitta ahamiyat beringlar do'stlar. Xullas do'stlar, umumiy maydoni 5 sotuvga qurilgan naq 4 ta xonani tashkil qiluvchi oldi orqa hovlilari bilan, basseynlari bilan sotilayotgan bu go'zallikka xarid qilishga shoshib qoling. Aynan shu hovlimizni Sergeli tumanining Xonobod mahallasida joylashgan bo'lib, hozirgi kunda metro, maktab, bog'cha va infrastrukturada hech qanaqa muammoga ega emas hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsa, aynan shu go'zallik uchun bor yo'g'i $350 ming so'ralmoqda.